Gruppadan chiqamiz biz. Portugaliyani bir 2-0 ga tam yutsak. Shimoliy Koreya ham shunaqa deb o'ylagan. 2010-yil. Undan tipa so'rashgan u sun'iy intellektda vazirdan nimaga bunaqa qilding deb so'rashganda, u ochiqcha tan olgan. Men o'zimdan o'zim qilmadim buni. Yillar davomida bo'lib kelgan o'rgandimda, buni sistema deb o'yladimda. Ya'ni men o'zimga olib qolishim kerak ekan deb o'yladimda, shu uchun olib qolayotgandim deganda. Chiroyli raqamli ID karta olib beraman deganda 1,5 ming pora bilan qo'lga tushgan. ID karta raqamini? Ha, chiroyli raqam qilib beradi. ID kartani chiroyliligi nima foydasi bor? Bitta narsani biladi, juda katta iste'molchi jamiyat deydi. Juda ko'p tovarni sotib olishga bo'lgan talabi ko'payib ketadi-da. Iste'molchi jamiyatda oxiri nimasi piki Janubiy Koreyada masalan hozir. Janubiy Koreya xuddi shunaqa juda katta iste'molchi jamiyat bo'lgan, yovvoyi kapitalizm hozir. Keyin musor yig'ib ketadigan odam keladi-da. Kelgandan keyin eka nima aytadi? Eka faol aytadi. Men bu odamga tushuntiring deydi. Что deydi, вот alohida nima qilish kerakligini, mana masalan, siz как специалист sifatida tushuntiring bu odamlarga desa, bunday qaraydi-da, menga qara deydi. Zo'r, конечно, bu narsa sizlar ajat solayotganlaring deydi. No, вот deydi, bu foyda beradi deydi. Qachonki deydi, har bittasi uchun alohida mashina kezadi deydi. Men hozir hammasini olaman-da deydi. Bitta mashinaga tiqaman-da, olib ketaman deydi. Pulni kim qoplab beradi deb tafik odam so'rayapti. Botdan ham boshqa joyda ham, Instagramda ham hamma joyda javob yo'q. Men ham bilmayman to'g'risi. Milliardlarda ular. Hammaga salom, bu yana Plus podkast va bizda yana hafta xabarlari, ya'ni hafta dayjest ham to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Hafta davomida bo'lgan har xil qiziqarli voqealar, qiziqarli bo'lmagan voqealar bo'lsa ham, shularni muhokama qilamiz bugun. Vot, o'ng tomonida Ziyod Kamoliddinov, biz hech qachon ismini aytmagan ekanmiz shu paytgacha, e'tibor bering. Har doim Ziyodxon Kamoliddinov, vot. Pluslarni proyekt menejeri. Butun Akbar Omonturdiyev, Omonturdiyev. 12-o'rinish bu. Omonturdiyev emas, ha? Omonturdiyev. Kim o'g'liga Omonturdiyev deb ism qo'yadi bular? Uchta ism ketadi-ku. Omonturdiyev, Akbar ali, men Nodirbek Norto'rayev. Boshladik desam. Okay. Boshlang chiqani, yaxshi xabarlar bilan. Yomg'ir yog'di. Yaxshi xabar. Bu haftada men maza qilyapman. Bugun ham havo zo'r. Yashilga tushdi. Yashilga tushdimi? Sariq qaraganman. 50 emasmi? 50 ko'rding. Yo'q, sariq hali. 2 barobar yuqori shu ham. Sariq ham o'zi standartdan. Lekin bilmadim, men uchun shu haftani eng bilmadim, zo'r yangiligi bu yomg'ir yog'gan Toshkentda. Men xursand bo'ldim, maza qilib aylandim. Hozir ham havo dahshat, buni qadrlash kerak. Vot. Keyin eng katta anaqa voqea Jahon chempionatiga qur'a tashlandi. O'zbekistonda kimga tushgani aniq bo'ldi. Portugaliya, Gruppadan chiqamiz. Kolumbiya, keyin nima edi? Kongo, yana bir kimdir? Afrikani anaqasi. Kimdir yutsa. Yamayka. Yamayka bor. Kongo, Yamayka, yana bitta. Yangi Zelandiyami bir narsa. Uchovdan bittasi chiqadi. Gruppadan chiqamiz biz. Portugaliyani bir 2-0 ga tam yutsak. Shimoliy Koreya ham shunaqa deb o'ylagan. 2010-yil. Keyin Portugaliya 7-1 ga yutdi. В смысле, Shimoliy Koreya jahon chempionatiga chiqam. Конечно. Shimoliy Koreya jahon chempionatiga chiqamiz, chiqmaganmizmi shu paytgacha? Nima u Shimoliy Koreyada invalidlar yashaydi faqat. Har doim yutamiz-ku biz ularni. O'sha u har xil ishkallari bo'lgan, 7-1 o'tkazgandan keyin ham Qatl qilganda. qatl qilishga bergan, keyin yo'q, qatl qilmagan. Lekin mana shu informatsiyalarni berganmi shunaqa? lekin mana shu informatsiyalarni tekshirish kerak. Men to'xtang. Источник Janubiy Koreyani manbasi bo'lib chiqadi-da. Ya'ni tipa u просто там nima qiling, propaganda uchun odam o'ldirib o'rnasa kerak endi. Propaganda bo'lishi ham mumkin-da. Vot. Masalan, Shimoliy Koreya haqida biz ham blogerlar borib syomka qilgandan boshlab aytmasa, undan oldingi bo'lgan juda ko'p informatsiyalarning hammasi источники Janubiy Koreyani gazetalari bo'lib chiqadi. Undan keyin AQSh New York Times'lar chiqargan bo'ladi, ularga asoslanib, keyin butun dunyoga tarqagan bo'ladi. U kuni ham Albaniyani sun'iy intellekt vaziri korrupsiyada ayblanib hibsga olindi deb yangilik chiqdi-yu. Biznikilar endi ko'p chet el nashrlar yozgan yo'q. Biznikilar poffik 2-3tasi bittasi yozib ketdi, tax urdida, keyin tagini tekshirib ko'rdim. Oxiri Xorvatiyani bitta satirik
nashri prikol qilib yozgan Prikol ekan. qilib chiqargan. Anaqa kompyuterlar Rus olib ketib ham chiqargan. turgan. Seriozli xabarda olib kelganda oxirida qayerdan bildim? Mijozni vazirlik fikriga ko'ra, vazirlikda qayd etishicha, nimani vazirda advokati ChatGPT tur uni aybi yo'qligini va bir narsa qilishini aytdi degan she'rdan bilib qoldim men. Yo'q, u yerda o'zi men ham hayron qoldim. Men o'zi kuldim bu xabarni o'qib. Kuldim nimaga? Chunki yerda qarang, nima deb yozganda, undan tipa so'rashgan u sun'iy intellekt vaziridan nimaga bunaqa qilding deb so'rashganda, u ochiqcha tan olgan. Men o'zimdan o'zim qilmadim buni. Yillar davomida bo'lib kelgan nimani o'rgandimda, buni sistema deb o'yladimda. Ya'ni men o'zimga olib qolishim kerak ekan deb o'yladimda, shu uchun olib qolayotgandim deganda. Rostdan kulgili-da. Ну как будто shu paytgacha olib kelingan, men ham olishim kerak deb o'yladim. Lekin kim qilgan bo'lsa ham yomon jostki nima qilgan yozgan ekanda. Ishqib jahonji penaltida endi. Gruppadan chiqaman. Ya, nimaga bilasan? Gruppadan Kolumbiya bilan Portugaliya bor-ku. Ikkovi hech bir-biridan bir kam joyi yo'q-da. Bilasan, Kolumbiya normalniy kuchli komanda. Bizda Husanov bor. Nimadan Eldor Shomurodov bitta bank bilan nima qildi-yu, nomini aytmayman. Shartnoma tuzibdi-da O'zbekistonda. Keyin matbuot anjumani qilgan, biz ham chaqirdik, boshqa vaqt bo'lmadi. Savol beryapti-da, Portugaliyani necha yilga qanday hisobda o'tamiz deganda, Eldor Shomurodov kulib o'tdi-da. Portugaliya Vitinha bo'yotibdi-yu. Просто Ronaldo emas. O'sha anaqa Xayrullo Hamidov aytdi-yu, agar deydi Ronaldo tushsa deydi, Ronaldo tushadi, hammasi Ronaldo gol ursin deb o'ynaydi. Ronaldoning formasi yaxshi bo'lmay qolsa shu payt sal nimagadir umid bor deyapti. Lekin Ronaldo tushmasa, aniq hech narsaga umid yo'q deyapti. Chunki Portugaliyadagi eng bo'sh o'yinchi Ronaldo-da. Keyin Qahramon Aslanov ham nima qilib chiqqan, yozib chiqqan, agar yana 48 ta o'yini bor ekan, Al Nasrda o'sha paytgacha. O'shangacha bitta ikkita o'yinda bittadan ham ashtaqa urib tursa, o'sha biz bilan o'ynaydigan paytlariga 1000-chi goli to'g'ri kelar ekan. Yordam qo'rarmiz balki deydi. Tarixga kirish imkoniyati bor bizda deyapti. Agar 1000 ga to'g'ri kelsa. O'zbekiston bilan o'yinida deydi. O'tkir aka bitta qo'yib yuboradi, tarixga kirdida keyin. Da. Men prikol qilib yozgan uni. Balki ungacha Bizda noma'lum-a tarkib. Tipa biz o'zimiz taxmin qiladigan tarkibdan tashqari aniq tarkibimiz yo'q hozir. Undan keyin oxirida Endi chiqaradi. qaydnomasini. Chiqaradi. Maylada chiqarsa kerak. Ungacha hali kimdir travma oladi, kimdir chempionatda Lekin chiqib qoladi, yaxshi o'ynab. Mana shu gruppani nimasini etapini ko'rdinglarmi? Juda bitta hamma kuchlilar bir tomonga tushib qolgan. Braziliya, Xorvatiya, Angliya, Portugaliya, Fransiya, Argentina hammasi bitta tomondan. O'sha 8 ta mana aytgan komandamdan bittasi chiqadi finalga. A bu tomondachi? Bir tomonda ular va qolganlar va boshqalar. Niderlandiya, Portugaliya, Argentina ham tushishi mumkin. Biz o'sha qaysi ikkinchi tomondamizmi, birinchi tomondamizmi? Ikkinchi tomon. Portugaliya tomondamiz, qiyin tomonda. Qiyin tomondamizmi biz? Ya'ni biz finalga Nereal chiqamiz. Nereal. Men bir ana bilan bitta narga Kongo yo Yamaykani yutsak ham katta gap deb hisoblayman. Chiqsam bitta g'alaba bilan kelsak ham Portugaliya bilan Kolumbiyaga 1-0 realist bo'lishi, 1-0 2-0 ga yutqazsa ham u zo'r degani. 1-0 ga yutqazsa ham masalan past teng o'ynadi deganda. Degani bo'lar. Prosta bitta qanday texnik momentda o'tish mumkin. Portugaliyada eng teng o'ynagan holatida ham tam Vitinhami yo tam Pedro Netomi yo Leaomi kelib prosta bir aylanib tepsa ham bir nimadir ikkita gol kirib ketadi. Ularning o'yinini qo'y, ismlari ham qo'rqinchli bularni. O'shada tam bu aytaman, prosta aylanib kelib nimadir o'xshamayotganda ham uzoqdan tepib qolamiz, Vitinha turib va kirib penalti bo'lib qolamiz. Ana shundan mana City Real yutdi-ku kecha. Prosta City bir dahshat o'ynab tashlagan, yo'q, prosta taktikani o'ynadi. Ha, zo'r o'ynadi, ikkita vaziyatda bordi. Realda sistema buzuq, penalti, uglovoyda dumalayapti zashniklar. Nega gol urib ketdimi? Xuddi shunaqa bo'ladi-da. Kamida. Lekin juda ko'p gollar City ham ura olmadi, Real ham ura olmadi. Kamida. Hali futbol chempionat ajib qoldi. Anaqa havoni davom ettirsak, nima qilgan-ku, havo ifloslangan payti Andijon futbol klubi Andijon futbol klubi nima qilgan? Babayanni olib keldi ular, Babayanni olib keldimi? Anaqa tutunlar bilan nishonlagan uni. Andijon hokimi ham bo'lgan aytdi. Hamma qayt qilib tashladi. O'zi havo iflos deyapti. Bir tomonidan tandir buzyapsizlar deyapti. Bu yoqdan qilgan ishlaringni deb.
Endi ular anaqa qilibdi, ogohlantirilibdi. Pirotexnika uchun, ha? O'sha uchun havoni ifloslantirgani uchun fan klubga anaqa kelgan, tushuntirish kelgan. Endi nariga hokim, tandirni buzdirgan hokim, shaharxonni hokimi yonidan to'lab beribdi buzgan tandirini. Tadbirkorlarga. Boshqa qilib bergan. Ha, yaxshi. Lekin uni ham yozishyapti, 3 ta tandir buzgan, bitta to'lab berdimi deb. Men bittanisiga xursand bo'layapman. Bu keyslarda bittanisiga xursand bo'layapman. Что типа в принципе havo yomonlashuvi masalasiga, mavzusiga odamlar ham qiziqib muhokama qilayotgani. Ну типа shu darajagacha yetib keldiki, havo Yomonligi. Shu darajaga yomon bo'ldiki, havo işte odamlar ham e'tibor berishni boshladi. Endi hajaba sekin. Lekin havo yaxshilanadi bir tam bilmayman. 3 oy yaxshi havo bo'laveradi, bu hamma ishdan chiqib ketadi. Yo'q, qish o'tadi, hamma ishdan chiqib qoladi. Hammaga yosh qizig'i bo'lib qoladi yana. Shundoq. Endi Yulduz Usmonova ham munosabatini berdi-ku. Havo yomonlashishgami? Yo, standarti buzilishiga. Nima debdi? Ya, baraka topkurlar. Endi ota-bobolar necha yildan beri tandir yoqqan, havo undan buzilmaydi. Havo mana bu nimadan degan, issiqxonaga nima yoqasizlar-ku, balon yoqasizlar-ku, balon yoqib issiqxona qilasizlar-ku, shundan bo'ladi. Bir narsa degan. Hamma munosabat beryapti o'zi. Yulduz Usmonova munosabat. Bizda nimamiz kam? Demak, Hamma beryapti degan. biz munosabatimizni Tangozda berganmiz Eskishton. O'tib ko'ringlar. Keyin bitta zo'r anaqa topib oldim men. Oldin ham bir qaravdim, lekin erinardim. Gazetalarda kunlik sonini tashlab turadigan kanal bor ekan. Kunlik soni? Chiqqanlarida masalan. Gazetani rasmga olib tashlaydimi shunaqa? Da. Masalan, PDF faylini tashlaydi. PDF tashlaydi. La, men Shunaqa narsa bor. Qizig'i gazetani men erinmay o'qidim 2-3 tasini. 10-dekabr, 9-dekabr soninikini o'tirib nimadir bormikan deb izlab chiqdim. Ichkarida bo'lgan gazetada yozilish narsa bor-ku, so'zlar, nimalari, kelishilishi baribir hali ham shu holda ham bor-ku, saytlardagidan boshqalardan bir 2-3 barobar level yuqori bor-ku. Mavzusini aytmayman. Umuman yozilish bor-ku. Savodxonligi. Savodxonligi umuman so'zlarda ishlatilishi, sarlavha qo'yilishi, ketma-ketligi masalanda. Bularga endi senzurasi ko'p, o'tkazmaydi, boshqa qilmaydi, lekin masalan saytdagida erkinlik bersa, masalan o'ylayman, gazetaning jurnalistlari bu yoqqa o'tish kerak deb o'ylayman. O'ylab qoldim men juda. Chunki juda yaxshi sarlavhalar, nimalar juda zo'r yozilganda. Xayolingga kelmagan. Lekin ko'nish qiyin-da, masalan, sen ko'rgan narsalarni ham redaksiyasiz qilgan shu holatga olib kelgan yoki yozganlarning katta qismi 40+ bo'lishi mumkin-da, katta ehtimol bilan. Ular moslashni ham xohlamaydi saytga o'tib. Bo'lishi mumkin. Bunisi ham bor, lekin masalan bizdan masalan Tangaga biz o'zimiz yuritamiz uni. Kim keladi bizdan qo'limizga ishlagan 40+? Kelishi mumkin. Nimaga erkinlik bersa kelishi mumkin? Ular komfortda. Gulistonman degan mana jurnal 100 yoshga kiribdi. 100 yil bo'ldi ochilgan. 100 yil bo'lgan. 1925-yil 7-noyabrda anaqa nashr qilingan ekan birinchi soni. Urushlardan ham o'tib kelganda. Bularda ham keyin masalan yangilikni ketma-ketligi masalan Baxtar Alimjonovni materialiga munosabat chiqibdi masalan. Osmonga qarab turma. Jadid degan gazeta, osmonga tupurma degan reaksiya masalan. Sizdan qayerdan ko'rdingiz? Ko'rdim-da men ham. Akbaral ko'rgan narsamni ko'rmayman. Gazeta o'qib tursiz. Gazeta o'qiganim yo'q, ko'rib qoldim bitta joyda. Ya skrin olib qo'ygan, Muhrim aka qo'ygan, Muhrim aka. Muhrim aka qo'yadi. Osmonga tupursang, tipa o'zingga qaytib tushadigan ma'noda? Yo'q. Tipa tava shu ma'noda-yu, bitta Shukur Jabbor degan odamni Facebookda yozgan postini olib bu gazetaga chiqargan. Tarixchi bir narsa Baxtir Alimjonov, Alisher Navoiyda Alisher Navoiyga nima jinsiy aloqa yetishmagan degan gapiga. Qo'lda aytganmidimi? Boshqa bitta podkast. Tosh oyna degan podkast. Shunaqa gazetda ham o'qib tursa bo'lar ekan. Nimadir bitta zo'r xabar ko'rdim, hozir topa olmay qoldim-da. Gazetada yozilgan. Qiziq sarlavhalar bo'lar ekanda u yerda. Mayli. Ben yangilik bo'lsa aytib turinglar-da, men topaman hozir. Yangilik bor. Nomerlar mavzusi hali ham tugamagan. Bitta o'sha davlat pasportni stolida ishlaydigan odam nima qilgan? Chiroyli raqamli ID karta olib beraman deganda 1,5 ming pora bilan qo'lga tushgan. ID karta raqamini chiroyli qilib bermoqchi bo'lgan.
ID karta raqamini, Ha, chiroyli raqam qilib beradi. ID kartani chiroyliligi nima foydasi bor? Bilmadim. Odamlar shunga ham qiziqsa Maqtansa kerak. kerak, Qayerdan o'zbekmiz-ku. Ye to'g'ri. A, B 0000 qilmoqchi bo'lganman. 001 qilmoqchi bo'lganman. Bu o'zi masalan nomer, bu ID karta nomeri, masalan boshqalar, telefon nomer, masalan, demak-ku, kurtoy nomer olish kerak boshqa. Bitta narsani biladi, juda katta iste'molchi jamiyat deydi. Iste'molchi jamiyat, ya'ni juda ko'p tovarni sotib olishga bo'lgan talabi ko'payib ketadi-da. Iste'molchi jamiyatda oxiri nimasi piki Janubiy Koreyada masalan hozir. Janubiy Koreya xuddi shunaqa juda katta iste'molchi jamiyat bo'lgan, yovvoyi kapitalizm hozir. Bizlarda ham xuddi shuni boshlanishi bo'layotgandek tuyuladi menga. Juda katta nonga zor, Kinder nonga zor yashirincha bo'lmaydi-da, pulga sotiladi prям. Hamma narsa sotiladi. Faqat undan emas, любой narsa sotiladi. Men odamlarni umuman hayot tarzida ham mashina olaman, qimmatroq soat olaman, uy olaman, yaxshiroq uy olaman, yaxshiroq mashina olaman, mana shunaqa. Faqat iste'mol tushunasiz, faqat hayotingiz kapitalizmni bitta yomon. Hayotingiz mana shundan iborat bo'lib qoladi. Nima illyuziyada yashash boshlaydi, boylik illyuziyasi, ya'ni masalan, prokatga narsa olib ham o'zini boydek ko'rishni xohlab qoladi. Ya'ni как будто hammada shu narsalar bo'lish kerak degan narsa boshlanadi. Shunisi yomonda. Masalan, hamma narsadan kredit ham qanaqa yomon nimali sharoitli kredit bo'lsa ham olinaveradi. yoki tam prokatga olinadi, vaqtinchaga olinadi, arendaga olinadi, bosilaveradi. Shu narsa borligini ko'rishingiz uchun. Iste'molchi jamiyat bo'lish iqtisodiyotni o'stiradi. Tez o'stirishga olib keladi, masalan. Zo'r pullanadi, tinimsiz masalan. Lekin odamlar nima qiladi? Ya qiynalishda emas gap, nimada yo'qotib qo'yadi tam masalan. Madaniy hayot deydi-ku, o'sha narsaga sal kamayib ketadi. Madaniyat pasayib ketadi. Nimadir orqasidan yuguradi har doim. Doim masalan stressda yurasiz doim. Qimmatroq telefon, qimmatroq soat, qimmatroq kiyim, qimmatroq narsa, yana narsa faqat tovar, orzungiz, hayotingiz mazmuni tovar bo'lib qolishi. Shunaqa ham-ku hozir masalan. Hozir hamda. Masalan, u Germaniyada masalan soat 5 dan keyin magazin ishlamas ekan bitta ham. Kechqurun. Yakshanba kuni vashi anaqa. Yo'q, prosta ketib qolar ekan hammasi. Dam olish. Ularda chunki bizlardagidagi masalan materialistik narsa sal kam ekan. Ularda mana sokin hayotga bo'lgan narsa, spokойно ko'cha aylanish, tam parkda o'tirib, tam kitob o'qib o'tirish. Kimdirga nimadir isbotlashni xohlash. Ya'ni tam parkga borish, teatrga borish. 24 soat magazin ochish ham qanaqadir ruxsat olish kerak, adashmasam. Unisini bilmayman. Hammasi ham ochavermaydi-ku. Lekin odamlarga qo'yib bersa 24 soat ishlatardi, pul kelib tursa. Ular yopib ketaveradi. Klient qizig'i yo'q. Rostdan bizda odamlar o'zini ham aymaydi. Pul topish uchun oxirigacha topaman deydi. Bozor ham bo'ladi, er-xotin kunduz qaraysan, kechqurun men uxlamay qarayman, mana shunaqa ishlayveradi. Tamam. Bozorda ishlaydiganlar aniq kuniga bir 14 soat, 15 soatdan kam ishlamaydi-da. Ani kinoda ham chiqdi-ku, xitoyliklar Amerika Jeki Channing kinosidamidi? Amerikaga boradi-da, taksi qiladi. Bitta mashinani 3 kishi haydaydimi, 2 kishi haydaydi-da. Bittasi bagajda uxlayotadi. U charchasa chiqadi. Xitoylik-ku farqiga bormaydi ular. Almashatda unisi haydab ketaveradi. Mr. Bitta emasmi? Jeki Channing kinosida edi. Taksini aytmayapsizmi? Taksida boramas. Taksidamidi? Taksida bordi-yu shunaqa. Yo'q. Qaysidir bitta kino shunaqa epizodi bor. Nimasi bir xil bo'ladi. Tam guvohnoma bitta bo'ladi, ikki kishi ishlatadi, bittasi kapotda uxlaydigan bo'ladi, bittasi bilan taksida unaqa joyi yo'q edi lekin. Menga taksida tuyuldi. Shunaqa bo'lib ketadi oxiri xullas. Keyin O'zbekistonda o'shani iste'mol jamiyatini degan joyga anaqa O'zbekistonda Formula 1 o'tkazish mumkin ekan, muhokama qilinyapti ekan. Mana shu rosa ko'p nima bo'ldi, muhokama bo'ldi. Nimani oldiga ham qo'yib qo'yishgan ekan u chaykalarni. Formula 1 oxirgi payt ancha bizlarda ham, auditoriya ham kengaygan bilasan. Oldin Formula 1 men ham ko'rganman-da, sportda ko'rganmiz. Hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Kinodan keyin deb o'ylayman shu hype. Qaysi kino? Formula 1 kinosi chiqqan. Qachon chiqdi? Yaqinda Brad Pitt kinosi chiqdi-yu. Chiqdi-da, keyin ketdi. Hamma blogerlar Formula 1 ko'rishga ketdi. Formula 1 ko'ramiz deb Formula 1 podkastlar paydo bo'ldi. Men Formula 1da nimada ko'rdim? Formula 1ga в принципе bunaqa poygaraga qiziqishimda kino bor edi. Avariya bo'ladi, rasos chiqadi, keyin yana qaytadi. Gonkaga kino bor edi, nomi esimda yo'q. Keyin Hindlarning bitta kinosi bor edi.
U Formula 1 emas. Formula 1 emas, menimcha, просто poyga edi. Keyin McQueen, конечно. Birinchi poyga. menimcha Rush degan kino bor. Lekin Formula 1lik bitta kino bordi, amerikaliklarmi olgan bitta kino bor. O'sha avariya nimadir bo'ladi, keyin qaytadi u. U anaqa haqida. Bitta mashhur Niki Lauda degan. Ha, real nimaga asoslangan. 3 karrami, 4 karra Formula 1 jahon chempioni bo'lgan. Bu yil chempion ham o'zgardi-yu Formula 1da. Kim bo'ldi shu? McLarendan bo'ldi dedimi? Qaysidir nima? Ismi esimda Ha, qolmadi. mashinchi. Qiziqmayman to'g'risi. Mashin brendi. O'sha mashinni brendi aytiladi. Verstappenni komandasida, to'g'rimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Plus 3 yilmi, 4 yil orqama-ketma yutib kelgan odam bu yil bo'lmagan chempion. O'zbekistonda qanaqa qilishadi buni? Alohida nima quriladi endi? Plashatka quriladimi? Chetda ko'rsangiz, anu domlar orasidan ham o'tib ketadi, ko'rganmisiz nimasini? Shunaqa Ko'chalar orasida, ko'chalardan. Lekin yo'l zo'r bo'lishi kerak unda. Ko'cha yopsa-da, ana lyuk turadi, bizda ba'zi asfaltlarning o'rtasida lyuk turadi, bilasizlarmi? Ha, taq-taq etadi. Taq-taq lyuk qo'yib ketadi. Bag'i uchib ketib qolsa tepaga qarab. O'sha bahonada to'g'rilaydi-da. Shaharda qaysidir masalan joyni yopish mumkin rostdan. U poyga gapiram, slishkim katta joy kerak. 1 kvartalmi, 2 kvartalda yopib o'tkazsa ham bo'ladimi? Chilonzor. Aylanma bo'laveradi ular. Chetroq joyda ham. Qancha o'ydi? Lekin qarang, biletlari 2000-3000 dollar atrofida ekanda shuni. 2 marta mashina o'tganini ko'rasiz, bo'ldi. Просто zing o'tib ketadi. Bilet mana shunaqa qimmat. Hype juda ham katta-da. Ha, to'xtanglar, значит, bu yerda qilinsa ham, iminda masalan, tomoshabinlarni o'tiriladigan trassada bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Yo'q-da. Ular split nima qiladi, haydaydimi? Yo'l qiladi-da, o'tiradigan joy ham qiladi. Odamlar ham bitta joyda o'tirmaydi-da, butun trassa bo'ylab o'tiradi-ku. Hamma o'ziga joy tanlaydi, qimmat joydan, arzon joydan. Yo, tushundim. Mana bu split bo'lar ekanda, как split degani masalan, bitta nuqtadan ikkinchi nuqtagacha krugovoy emas. Split emas, krug bo'ladi. Krug bo'ladimi? Krug ham bo'ladi. krug bo'ladi-ku. Arena qilsa bo'lmaydimi? Arenada bo'lmaydi-ku formulalar. Bo'ladi, endi hammasi ham emas-ku. Formula 1 arenada bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi arena. Arenada ko'rmaganman. Kinosida arenada bo'ldi-ku o'shanaqa. Men kinosini ko'rganim yo'q-da. Ha. Balkim arenada bo'ladi-yu. Balkim. Endi bizda polностью o'tkazingizda qanaqa Formula 1da qanaqa u to'xtab, nima deydi, ballonlarni almashtiradigan shunaqa narsalar qilinishi kerak-ku. Imенно pit stoplar, imенно spetsialniy arenalarda qilinadi-ku unaqa narsalar. 3-4 kunlab davom etadi-ku. Endi masalan Formula 1 mana 2 soat bo'ladi, tugaydi degani emas-ku. Keyin kun ham bo'ladi. Davomi? Mana shunaqa-ku formula. Bitta birinchi nimadir poyga saralash bor, play-off bor, ularda ham joy tanlaydi, joyga uchun birinchi poyga qo'yadi. Shunaqa u ishkal juda anaqa. Lekin Formula 1 boy davlatlarda aholisini Monako, Fransiya, Dubay. Mana shunaqa joylarda bo'ladi-da. Kirmagan bo'ladi. Masalan, sport turlari bor-ku o'zi. 200 mingdan arzon bo'lsa kirmaydi. 200 mingdan qanaqa? Prosta chaykan ko'rish uchun. Futbol ham nima uchun mashhur? Futbol tam o'ynash uchun stadion qurish, tennis kort qurishdan ko'ra arzon-da. Yo'q. Prosta varata qo'yasan bo'ldi stadionda. To'p bilan o'ynayverasan. Eng kamida ham-da. Tamin bu Yevropa darajasidagi stadionimiz. Tennis kort arzonroq bo'lsa kerak. Unga kichkina bo'ladi-ku maydoni. Tennisda 2 kishi o'ynaydi keyin. Ha, 11 kishi. Futbolda 22 kishini o'sha yerda stadion qurib, 22 ta bolani shug'ullantirsangiz bo'ladi. Tennisda uzog'i tam 10 ta 15 ta odam o'shaning ekonomik odam nuqtai nazardan kichkina joy, ko'p odam kirmaydi, o'zini oqlamaydi uncha. Masshtab nuqtai nazardan shunaqa. Tennis, golf, masalan, golf ham juda katta joyda oladi, lekin juda kichkina qatlam o'ynaydi. U yerda boshqa odam shug'ullanmaydi, boshqa sportsmenlar yomon boy bo'ladi uni ham. Golf degilar. U san boylarni endi bekorga aytmaydi, chunki o'ynash ham, u sport bilan shug'ullanish ham qimmat. Formula 1 ham shunaqa. Bitta mashinaning o'zi bitta formula nima deydi? Balet deydimi? Boshi qimmat turadi-da. U sotolmasa kerak. Yo'q, kompaniya sotib beradi. Kompaniya qurib beradi uni. U darajaga chiqish ham bor hali. Lekin hammasi har xil ahvolda bo'ladi. Kinoda ham ko'rsatgan, o'sha kimdir mashina urib qo'ysa, kompaniya boshqa qilib bergani sharoiti bo'lmasligi mumkin. Qish
qish keladi har yili и metan zapravkalarda faoliyat cheklanishni boshlaydi. har bahor emas, har qish shu bo'ladi. mana shuni o'ylab turdim. Bu yil chota mana shuni janjali bo'lmayapti deb turdim. Xabar chiqdi. Kecha chiqdi, kechami oldingi kun chiqdi. Уже metan zapravkalari faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritiladi. Tam qaysidir soatdan qaysidir soatga bir narsa tam mahalliy hokimliklar bilan kelishib grafika qilinadi, o'sha bo'yicha ishlanadi deydi. Shu yana har qish shu bo'lar takror. Keyin endi kimdir masalan yomon xabar aytsa davom etaveraymi mayli. Tailandga borishni o'ylab qolgan bo'lsa yangi yilda, bilet olmagan bo'lsanglar agar to'xtatinglar, olmay turinglar. Tailand bilan Kambodja yana urushyapti. Yana urush boshladi. Lekin bitta tomoni bor. Tailand bilan Kambodjani urushayotgan qismi bilan odamlar borayotgan qism вообще boshqa joyda. Endi aytib olaman. Shu nuqtai nazardan, ya'ni samolyot ham yaqin ham bormaydi. Samolyot bilan uchib borsam ham urib ham tushirmaydi, tegmaydi. Siz mana okean tomonlariga borasiz-da, u chegarasi narigi tarafda. Yo'q, u tomonda ham okean bor. Xullas, bu safar sal seryozni bo'lyapti ekan. Tailandda soldati o'lgan, 8 tasi jarohatlangan. Keyin xramni nima qilyapti-da ular? Keyin Tailand F-16 ni qiradigan samolyoti bor, eng ommabop o'sha F-16larni chiqarib, ular keyin Kambodjani bombardimon qilibdi. Voy, yana urush boshlandi. U yerda-chi nimada? Bitta xram bor, juda eski, juda qadimki, nima? Xram eqqa hozir turistlar bormayapti, chunki Kambodja bilan Tailand shu payt necha yillardan beri tortishib kelyapti. Xavfli zona bo'lib qolgan, prям chegarada joylashganda u xram. Lekin kimnikidir bo'lsa, prям zo'r soqqa qiladi. Nimaga? Ularga уже yevropaliklarni kelib ketish qiziq bo'lmay qoladi u joyga. Ichki turizm ham yaxshi bo'ladi. Ichki turizm emas, buddistlar joyi-yu. Hindiston bor, Xitoy bor, Yaponiya, Koreya. Ya'ni keladi. 3 milliard odam bor. Da, ya'ni u juda muqaddas, mazmun tarixiy joyda, juda tarixiy, prям buddistik xramda u. O'sha uchun talashyapti-da u kelasi. Kimniki bo'lsa, yaxshigina soqqa qiladi u joydan. Kambodjaniki degan bo'lgan, nima? BMT, o'z Britaniya mandati bo'lgan u kelasi ham. Kambodjaga degan bo'lgan, ili Fransiyaniki bo'lganmi ular? Lekin Tailand bermagan Kambodjaga. Bermayman, u bizaniki deb turibdi. Xullas, shu davomiy bo'lib kelyapti bu narsa. Menimcha, u ham bu ham ustupga qilishni xohlamaydi. Qiziq nima bo'lishi lekin. Katta janjalga aylanib ketib qolmasa agar. Yaqin katta janjal bo'lmaydi, qo'y. Prosta men bunaqada, qarang. Tailand bilan Kambodja ibodatxona tortishib ham katta janjal kutaversa endi. Ular men joylashuv bunaqada. Urush men bu yerda bo'lyapti-da, Kambodja bilan chegarasi. Sizlar siz dam olishga borgan joylar men bu yerda. Mamne ketgan-ku. Tip uzoq juda masofasi. Dam olayotgan. Borursa bo'ladi desam. Janubida deyapsizmi chegarasi? Janubida masalan, men bu yerda uzun chiziq ketganda, shu uzun chizig'ida boradi odamlar dam olgan. Endi bu tomonda. Bir xillar masalan o'sha yoqqa 2-3 ta davlatga bittada boradi-da tam. Lekin Kambodjaga ham borishgan. Tailand, Kambodja, Malayziya aylanib birdan qaytib keladi, bir borganda bir aylanib keladi. O'sha sal ikkala ehtiyot bo'ling, yana bir tekshiringlar tam. Men gapimga ishonib bo'lar ekan deb. Keyin nima Telegramda yana o'sha eski narsa edi o'zi bu, yana yangi tepa-tepa qilishyapti, tam akkauntni buzlom qiladi va tanishlardan pul so'rab yozadi. Oldin 2-3 ta masalan mashhur odamnikini qilishuvdi. Bu safar endi shu iPhone'larni buzlom qilar ekan. Oddiy iPhone emas, Telegramni buzlom qiladi. Telegramingda qayerdir parol qolib ketgan bo'ladi, desktopda qolib ketgan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Masalan, desktopda chiqib ketganingda unda ham danlaring, narsalaring qolib ketar ekan-ku. Desktopga dostуп bo'ladi ular birinchi. Tam iloji bor ekanda, xullas, joy yo'q emas. Endi desktopdan chiqib ketadi. Chiqib ketgan ular foydasi yo'q, bari qoladi. O'sha tam masalan, nima Twitterda bitta yurist opani buzlom qilishganda, tanishlarga, Twitterdagilarga yozilgan tam 6.600.000 qarz berib tura olasizmi? Kechga qaytaramiz. Nimaga 6.600.000? Aynan 6.600.000. 7 million. Qizig'i anaqa Google Translate'da yozyapti-da u odam. Yo'q. Ba'zilar tashlab ham bergan. Unaqa Akmal Bayziyevnikini qilishuvdi bilsanglar. Bilam Akmal Bayziyev Telegramdan o'xshatib, unigina buzlom qilmagan akkauntini. Prosta yangi akkaunt yasaganda, Bayziyevdagi i'ni ana kichikchasi bo'lgan, username'da Payziyev bo'lganda, o'sha i'ni katta L qilib yozganda, bosib yuborgan.
Tanishlar bilmagan tam. U ko'p pul so'ragan unda edi masalan. Eng katta keys men eslaydiganim shu edi. Yaxshi, g'alati emasmi? G'alati emas. Tam keyin shu masalan pulni qayerga olib chiqib ketyapti deb u yog'ini ham qarashgan. Tam bizlarda Asterium degan nimaga kripto nimaga do'kon, kripto birja nima qilishga ruxsat berilgan. Через o'sha orqali olib chiqib ketayotganmish degan narsalar ham chiqyapti. Kriptovalyuta rivojlanishi pulingizni topolmaslikka ham olib keladi, yomon tomon. Masalan, bank bo'lganda topasiz, qayerdan yer tagidan ham topasiz. Kriptovalyutani milliard nimalarga bo'lib tashasa agar. Ha? Qayerdan topasan o'zini? Keyin yana bitta naqa adashmasam keyingi yildan bo'ladi bu. Uy bilan mashinga naqd pulga sotib olish taqiqlanyapti. Hammasi bank orqali qilish kerak. Faqat bank orqali. Uyga tushunarli mashina nimaga? Naqdsiz hisob kitob bo'lish kerak. Endi shu uy nimasi tushunarli? Nimaga? Tarixga nimaga unaqa bo'ladi? Yashirin iqtisodiyot. Nimaga naqd bo'lmasligi kerak? Через bank orqali olasiz nima sen? Tarixga ham shunaqa bo'ladi. To'xta, soliq uchunmi? Soliq to'lash kerak, to'g'ri ular. Mashina sotayotgan odam ham to'lash kerak bo'ladi. Xo'p, shu paytgacha ham ular soliq to'lash kerak bo'lgan-ku, shu paytgacha ham. Endi chiqdi qaror adashmasam. Shu paytgacha ham soliq to'lash kerak bo'lgan-ku, naqd bo'lsa ham. To'g'ri? Xo'p, naqdga kamroq ko'rsatib yozgandir narxini. Endi to'g'risini yozish kerak bo'ladi. Baribir naqdga kelishib olsa. Uydagi ham shunaqa bo'lgan. Narxini kamaytirib yozgan masalan. Lekin kvartiralarni hech narsa qilisha olmasa kerak. Kvartiralarga aralasha olmasa kerak. Narxini 1 million so'm qilib qo'yadi. Endi birinchi qadam ko'radi, qani kim qayerda yana aldayapti, keyingi yil yana qiladi, keyingi yil yana qiladi. Kvartira arendasini nimadir qilisha oladi, uni masalan 1 million qilib ko'rsatib qo'yadi. 1 million emas, kamida 3 million ko'rsatadi. Kvadratidan kelib chiqib, kvadratidan kelib ko'rsatadi. Shunaqa. Anaqa qilsa bo'lar. Lekin o'zi Toshkentda men o'ylayman, narxlar qimmatligidan hisobga olib, kvartirada turadiganlarga ko'proq yon bosadigan 2-3 ta sharoit qilish kerak. Chunki u tag narx qimmatda. Hech bo'lmasa shartnoma asosida ishlab berish kerak. Hech bo'lmasa bo'lsa, masalan, aytdim, Silikon Valley'dagi bir aytib berdim-ku, Kremniy vodiysida masalan borsang, kvartirani berdingmi? Kirolmaysan masalan bor. Kvartirani egasi kirolmaydi uyga. Xohlasang Airbnb'ga qo'ysang, qayta ijaraga berasan. Masalan. San huquqing bor. Ungacha kirolmaysan. Sudga bersa bo'ladi. Lekin sud kamida ham vaqt oladi. Yarim yil, 1 yil ketadi, ko'p pul ketadi. Yutishing ham ne fakt. Shuning uchun kvartirada turadiganlar bilan o'ynashmaydi. Ajig'iga tegmaydi prosta. Bizlarda hozir unaqa emas. Masalan, uyga gaz qo'yib to'g'ri kirib keladi. Bugun bir vaqtim borda bir ko'rib ketay dedim-da. Men lekin kvartiramga sunaqa edi. Uyni bugun sotmoqchi edim. Oldindan kelishib olgandim-da, prosta. Lekin og'zaki kelishuvda-manki. Og'zakida, men dokumentda ham qilib turib chima qila olmadim baribir. U ijara shartnoma juda unaqa bir hozirgi katta kuchga ega emas. Shunaqa. Nimalar qilishga. Bo'lib qolar endi. Yana bitta xabar. Musurga pul to'lamaganlar 205 ming odam abonent degan, endi 205 mingta xonadon bo'ladi-da bu. 1-iyuldan boshlab qarzdorlik shakllanib kelgan. 18 2 milliard bo'lgan. Endi ular elektriga pul to'la olmaydigan qo'ydi. Nima endi не то что svetdan uzib qo'yilmagan. Svetga pul to'lanadigan qilib qo'ygan. Svet o'chadi. Mana to'ladi. Faqat musorda anaqa Toshkentda okey. Shaharlarda okey. Qishloqda yig'ib ketadigan joy yo'q. Qishloqlarda bor, bir xil joylarda doimiy, как положено keladi. Lekin bir xilda oylab rutinasi buzilib keladi. Qayerga musor to'kishadi ular? Ko'chaga qo'yib qo'yasan, musor yig'ib ketadi, qayerga borib bilmayman. Uni aytmayman. Bizda ham yerda masalan Qarshida ham shunaqa chiqarib qo'yamiz, olib ketadi. Shunaqa xizmat yo'q odamlar. Qishloqlar, hududlar shunaqa olib ketmaydi. Oldin bizda xizmat bo'lmagan, bu yerga ko'milgan. Ko'madi, yo qora. Kerak emas narsa. Ko'madi, yoqadi. Bizda bitta territoriya bor edi, musor to'kiladigan. Yerda masalan musor to'kma shtraf degan yozuv yo'q edi. O'sha yoqqa hamma hech kim indamasdi, to'kkani, zovurdek joy bor edi. Hamma borib o'sha yoqqa to'kardi. Keyin yoqqa uy qurildi. Yopib yuborishdi, tozalashdi menimchada.
keyin mana bu xizmat paydo bo'ldi-yu. Xizmat paydo bo'lgandan keyin yozuvlar ko'payib ketdi mahalla bo'ylab. To'kma shtraf degan. Endi musorga ko'pchilik shuda pul to'lamaydi, vaqtida kelmaydi, bir narsa nimaga bunaqa deb to'lamaydi. Yoki просто esdan chiqib ketadi. Yoki esdan chiqib ketadi. Men ham to'lamagan ekanman. Anu narsani tushunmayman. Toshkentda kundalik musorlaringizni tashlaysiz-ku, katta musor tashlab bo'lmaydi u joylarga. Katta musorni qayerga olib chiqib tashlaysiz? Qanaqa katta? Qurilishmi? Qurilishda. Uyingizni Qurilishda remont qilyapsiz, anchagina nima chiqadi, uni musorni qayerga tashlaysiz? Divan tochni bilmayman aniq. Lekin tashlab yuboradigan joylar bo'ladi. Divanlar olib chiqsangiz qo'ymadingda. Yo'q, ular uni unaqa qilmaydi, razbiratsiya qilmaydi ular. Ular faqat maishiy chiqindini qiladi. Shuda, Uni maishiy chiqindini ichida ham masalan texnikalarni ham tashlash kerak emas aslida o'zi. Yo'q, ular qarash kerak emas. mayda texnikani odamlar tashlab yuboradi. Telefonni ham boshqa narsasini ham otib yuboradi-da. Chunki telefonda masalan batareyasi ham qayta ishlash mumkin degan ma'noda. qayta ishlash emas, tashlab yuborsang chirimaydi. Ziyon chirimaydi. Juda ko'p atrofdagi tuproqda ham masalan tasmasini chiqarib tashladi. Tailandda mana mumkin emas-ku elektron sigaretlar, vape'lar. Shu uchun Orol etdi, yo'qolib ketmaydi deydi-da. Taqiqlab qo'ygan. O'zbekistonda hamma tashlaydi-ku musorga. Vape'larda ham otib yuboradi masalan. Ularda ham o'zi musor hozir masalan qutilar bor, ko'chada ham qizil, sariq, yashil bo'lib turadi. Plastikda отдельно tashish kerak, qog'ozda отдельно tashish kerak, nimani отдельно tashish kerak. Endi bizlar unaqa qilmaymiz-ku musor chiqarayotganda ko'pchilik. Boshqa tomoni ham bor-da. Ruslarda prikol bor-da bitta. Keladi, ko'chada musor tashlayotganlar bilan eko-faollar keladi, janjal qiladi-da. Sizlar deydi, "Men bu qog'ozni bu yashikka, buni bu yashikka, buni bu yashikka tashlash kerak" deydi-da. Urush qilaveradi. Keyin ham boshqasi keladi, pofik tashlaveradi-da. Keyin u bilan ham urush qiladi. Hamma bilan urush qilaveradi. Yumoristik nima, hazil-huzurlar narsalar bor. Keyin musor yig'ib ketadigan odam keladi-da. Kelgandan keyin eka nima aytadi? Eka faol aytadi. Men bu odamga tushuntiring deydi. Что deydi, bu alohida nima qilish kerakligini, mana masalan, siz как специалист sifatida tushuntiring bu odamlarga desa, bunga qaraydi, menga qara deydi. Zo'r, конечно, bu narsa sizlar ajat solayotganlaring deydi. Navot deydi, bu foyda beradi deydi. Qachonki deydi, har bittasi uchun alohida mashina kezadi deydi. Men hozir hammasini olaman-da deydi. Bitta mashinaga tiqaman-da, olib ketaman deydi. Tushunasam, bu tomoni ham bor-da. Har holda baklashga lekin alohida olib ketiladi-da. Chunki baklashgan qayta ishlaydigan klient ko'p-da. Ana u so'rab oladi-da, pulni darrov beradi. Yana boshqa narsalarda bitta narsani toshni bor. Butilka. Butilkalarni ham. Shisha qayerdan keladi? Oyna shishadan yasaladi. Shisha qayerdan keladi? Shisha ko'chada musordagilarni olib kelibdilar. Nima ham Rossiya dedim-ku, nima kambag'allik bizlarda ham pasayibdi-ku, kambag'allik darajasi ham 8% gami, 4% ga tushadimi, 4% ga tushdi. Yo'q, to'g'rimiz bo'lmasa kerak, 9.5% da. Yo'q, 11 keyingi yil 4 ga tushiramiz dedimi? Shunaqa degan, keyin Twitterda bitta prikol video qo'ygan ekanda. Lenin paytida ikkita soldat NKVD, men NKVD bo'lganman, opet bilmayman. Eski soldat borganda chet qishloqda bo'lib turib gapiryapti, tovarishlikni bunaqa debdi, keyin oranglarda o'qishni bilmaydigan bormi deyapti-da. Ha, bor, bizlar deyapti. Gрамотный odam yo'qmi deyapti. Yo'q deyapti. Keyin umuman yozishni o'qishni biladigan ham yo'qmi? Yo'q deyapti. Bilmaymiz bizlar deyapti. Вообще yo'qmi oranglarda? Qayta so'rayapti. Yo'q, ikkovini pistolet chiqarib, tars ottiradi. Типа то Советский Союз ликвидирует неграмотных. Sovetxonlikni qanday oshirgani. Nima deyapti-kan bu? Likvidiruет dedi. Voy. Xohlasangiz kesib tasang buni. Turursin. Prikolda. Degan, men 11%mida kambag'allik oldin. Toshni esimda yo'q. 9-11 shunaqa edi, adashmasam. Yo, oxirgi payt borku, eslab qoladigan ma'lumot juda ko'payib ketyapti-da. Oldin esa mana shu O'zbekistonda ishsizlik qancha, yalpishki mahsulot o'tgan oy qancha o'sdi, inflyatsiya o'tgan oy qancha o'sdi, yilliga qancha o'sdi. Masalanda, общий informatsiya bor-ku, makroiqtisodiy. Doimdan bilardim-da. Hozir reально ko'payib ketyapti-da, borku, ko'rsatkich ham ko'payib ketyapti-da. Qaysi bir odam yangi narsalar ham chiqib ketyapti. Eslab qolishga odam ulgurmayapti, masalan. Taxmin. Inflyatsiya necha foizligini bilasanmi? Masalan, o'tgan oyda necha foiz bo'lganini bilasanmi? 8.5.
8,5 bo'lmagan. O'tgan yil adashmasam 7-6% bo'ldi. O'zbekistonda oxirgi 3 yillik tarixidagi yaqin Men keldim. 11 demoqchi bo'lib turibman. 3 yillik tarixidagi eng past inflyatsiya ko'rsatkichi bo'lgan shunaqa bo'ldi. Men qayerdan bilayapsiz bu rekordni aytganimiz. Ya, masalan bizlar bilmayman, qurilish chiqindini qayerga tashlayapti. Rostdan men bilmayman, chunki hali ishimiz tushib ko'rmaganda. Qurilish chiqindini chiqarib ko'rmaganmiz. Misol uchun, divanni ko'chaga otib ko'rmadim hali men. Masalan, bilmayman, nima qilaman agar divanni tashlab yuborishim kerak bo'lsa. Qaysidir bo'lmish olmasa agar qatga tashlashni bilmaysiz. Lekin Bizlar to'yis ana yosh o'tish bilan o'rganiladigan narsalar ham ko'p ekanda. Oldin men ham shunchalik beg'ubor bo'lgan, shuni mana yalpichga boslatdim, hammasini o'lchab berishim. Hozir nabarat uy narxi qanchaga oshyapti, kvartira narxi qanchaga oshyapti. Qayerdan yozib lekin men bilaman, kir mashinani musorkani ichiga emas, musorkani atrofiga qo'ygandik uy egasi bilan. Ertasi kuni yo'q edi u. Uni gaplashib qo'ygansizda. Nima degan? O'sh musorda ajratadigan odam o'tiradi. Har bitta nimani aytib qo'yishingiz kerak unga. Musorkani hududida emas, musorkani orqasiga qo'yib qo'yganmiz. Kirmashinami? Ko'rmaganda. Uni ana Uy egasi aytganda shu qo'yamiz. Eskiga olib yuradigan mahalladegilar. Men uy egasi emasga musorni ichiga qo'yamizmi deganimda, yo'q, musorni ichiga qo'ymaymiz, bular olmaydi baribir buni deganda, musorkani atrofiga qo'yganmiz. Ertasi kun chiqqanda yo'q edi. O'shalar olib ketganda, ana eski kir mashina sotib olamiz dedik. Mana shunaqa yo'qotar ekanda, Keyin yilni boshidan beri shu noyabr oyining oxirigacha O'zbekistonda jami 114 kishi pora bo'yicha 184 kishi 184 sudlangan. Imенно pora uchun 114 tasi qamalgan. 114 tasi qamalgan. 70 tasi ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar tayinlangan. Pora olish bilan qamalsangizda, qotil bilan o'tsangiz bitta kamerada. Endi u yog'ini bilmadim, bu yoqqa kirib chiqmaganman. O'tgan yilda 2024-yilda Meni qiziqtirayotgani juda ham kam emas. Butun yilda O'zbekiston bo'yicha 196 ta kishi 196 kishi sudlangan ekan o'tgan yilda 2024da. Bu yil hozir 11 oyda 184 ta bo'lgan, endi dekabrda ham nechtadir odam sudlanadi. No, anaqa sal shubhalar kamga o'xshaydi. Endi pora deb masalan ba'zi narsalar firibgarlikka o'tib ketadi. Biz pora deb tushunadigan narsalar Rastrataga o'tib ketadi. Rastrataga o'tib ketadi. Pul berasan, men unaqa qilib beraman. Mansab suiiste'mol qilish bilan bo'ladi, masalan. Korrupsiyani deydiganimizda mansab suiiste'mol qilish bor. Davlat pulini rastrata qilish bor. To'g'ri, masalan, pora olingan holatlarda ham pora deyishmaydi-da, firibgarlik deb yorishadi. Tipa shunaqa holatlar ham bor-ku, o'zini, ya'ni tipa o'zini mana shu yerda xodimi deb o'zini mana shu yerda xodimi tanishtirib, nima qildi deyishadi-da. Скорее всего, men ba'zida o'ylayman, скорее всего, bu odam rostdan xodim bo'lgan. Prosta uni sal oldingi o'sha voqea bo'lgandan oldingi kunga qilib ariza bilan bo'shatib yuborishganda, keyin mashinik deb qamashyapti deb o'ylab. Firibgarlikka o'tkazsa adashmasam, nima aytdi, advokat aytdi. Firibgarlikda pulni qaytarib berish ehtimoli bormi shunaqaroq? O'shani pulni qaytarib berishda firibgarlikka o'tkazishga harakat qilar ekan advokatlar ham, masalan. Narki jabrlanuvchi taraf bo'lsa, firibgarlikda qandaydir pulni to'lasa tezroq nima bo'ladimi? Chiqadi. Qanday tomonlar shu pulni qaytish ehtimoli balandroqda xullas. To'g'ri, firibgarlikda pulni qaytarib bersangiz chiqishingiz mumkin-da. O'tiradi qanchalik ko'p yengillashadi-da, ancha yengillashadi pulni qaytarib bersangiz agar. Vot shunaqa. O'sha firibgarlikka o'tkazishga harakat qiladi. Shuning uchun firibgarlikka o'tib ketib qolar ba'zilari. No, kiber firibgarlik ham bu yil juda ko'p bo'lgan, statistika juda beshinni o'sgan. Dorilar. Bo'ldi xabaringlar. Dorilar. Nimaga QR kod bilan beriladigan bo'lyapti? Ya'ni elektron anaqa retsept asosida beriladi. Aptekadan dori olsangiz. Men prosta bora olmayman. Hozircha Toshkent shahri va 15 ta tumanda dorilar shunaqa elektron retsept bilan beriladigan deyapti. 2026-yildan hamma joyda, butun respublikada qilamiz deyapti. Shu keyingi yilda oxirigacha ro'yxat qiladi. Barcha tibbiyot va farmatsevtika tashkilotlari shu sog'liqni saqlash platformasining qanday raqamli platformasiga kiritilar ekan. Shu majburiy ulanish, keyin o'sha retsept bilan beriladigan dori vositalarini tayinlash va sotishda majburiy elektron retsept moduliga uzatilar ekan, o'sha yerdan berilar ekan. Ana zo'r bo'libdi-da. Yozuv tushunmasdan o'tirardi odamlar. Ha, shu tomon. Ha. Birinchi shu meni hayolimga lekin hamma dorini bunaqa sota olmaydi-da. Retsept sotiladiganlar bor-ku. Masalan, kirib, nimetsil bering deysiz, yo'q desa, retsept anaqa olib ketsa, kasalsiz doktorga. O'sha yaxshi-da, biroq. Nimetsil balki ichishingiz kerak emasdir.
O'g'rigarchilik yoqmayapti-da. Menga ham shuni o'ylantiryapti masalan. Tishim og'riyapti, tish doktoriga borishim kerak masalanda. Lekin degan dori so'rayapsiz. Boshqa tomondan qarangda, kerak emas dorini ichmaysiz-da zato. Doktorga borasiz, doktor ko'rasiz, ichib o'lganim yo'q-ku mana. Nima o'lganingiz yo'q, o'lishingizni yaqinlashtirgan bo'lishingiz mumkin-da, hay. Ziyod, erinchoqmiz, ha? Yo'q, hozir men o'zi bor-ku, bittasi boshqa narsa misol keltirmoqchi edim o'zim. Aptekaga ham o'zi majburlikdan chiqqan bo'lamiz, bilasiz? Deba bo'lmay ketganida oxirgi iloj, eng yaqin iloj bo'ladi. U ham doktorga bor deyapti. Bilmadim, Muratlar. Reimbursatsiya degan dastur bo'yichasi mustasno deb qo'yibdi. Reimbursatsiya bu bemorga shifokor tomonidan elektron retsept asosida kafolatlangan bepul beriladigan dorilar ekan. Shular boshqa tarafdan anaqa battar kuchaymaydimi doktorlar bilan aptekani ishlash? Nimaga? U retsept beradi doktor. Xo'p, retsept beradi. Naborot siz endi retsept o'zgarmaydi unda. Yo'q, shu retsept yozib beradi, mana aptekaga bor deydi. O'sha aptekaga bor. Oldin ham dorini yozib berganda, mana aptekaga bor. Hozir endi apteka hisoblab ko'rsa bo'ladi-ku, qaysi doktordan nechtasi kerak. Oldin bilmagan. Aptekadan pulni olib yuravergan. Yaxshi-ku, ularga yaxshi-ku. Ular KPI qo'yib, ham ishlashni boshlaydi endi biriga. Oylik KPI qo'yib qo'yapti doktor. Yo, masalan, mana aptekadan borib ol desa ham-da. Endi to'g'ri, mansabni qilish-u. U dori odam sog'lig'iga zarar yetkazmasa nima farqi bor? Lekin bitta moment bor, mana shu 5000 qimmat bo'lishi mumkin. Mana bu do'konda, dorixonada oddiy ish bo'yicha kes bo'lganda yaqinda. Bu endi taxmin nima-yu? Просто men bitta oshnam og'aynim bilan bo'lgan voqea. Shu tipa больницаning oldidagi dorixonada mana shu bor shu dori deb yozib bergan. U dorilar qanaqa, nima bilasizlar, tarkibidagi narsa o'zi aslida dori, ya'ni har xil firmaniki bo'lishi mumkin. No, tipa bu to'g'ri keladi. Boshqa nomdagi bo'lsa ham, просто tarkibi muhim birinchi navbatda-yu. Masalan, borganda mana shu doriga qimmat bo'lgan juda. Chiqib ketgan. Boshqa do'konga borishni boshlagan, bu dorixonaga borishni boshlagan. Undan chiqib 6 tasiga borgan, 6 tasida ham bo'lmagan. Yo'q, boshqa dorixonalarda u dori, bitta o'sha yerda bor. Aptekachi tanishga chiqyapti-da, mana shu dorini aytdi, deyapti. Nimaga? Men buni olsang ham bo'ladi. U bu tarkib bir xil degan. Ha, tarkib bir xil, men buni olsang ham bo'ladi. Nima farqi bor debdi-da. Doktorga borgan ekan, sizlar davolanmoqchimisizlar, davolamoqchi bo'lsanglar, mana shuni olinglar debdi. Tuzalmoqchi bo'lmasa, вообще. Ya, u men doktordan yozib berishni oxlatganmi yo'q? Tipa men hayron qolyapman-da. Naborot endi tekshirish oson bo'ladi. Nima dori yozib berganini. Doktor ko'rasiz-ku, retsept, nima retsept yozib bergani ko'rinadi-yu. Qaysi dorini, nimaga bu dorini yozib berding deydi masalan ertaga. Boshqa tomondan nimadir bo'lsa, auditga zo'r bo'ladi. Auditga osonlashadi masalan. Nimaga bu dorini yozib berding deydi masalan. Men yozmadim deya olmaydi, nimadir bo'lsa. Konkretno kim yozganini, kim pechat qilib berganini u aniq ko'rinib turadi u yerda. Bu yaxshi narsa, juda yaxshi narsa aytam. Normal davlatlarda ko'pida shunaqa. Endi davlat nima deydi, ko'tarilgandan keyin sog'liqni saqlash bilan ta'lim davlat qoplab beradigandan tashqari narsalari qimmatlashishni boshlaydi o'zi. Masalan, Amerikada ham ko'p doktorga borishga biz ayniqsa o'zbeklar borib doktorga bormay yuradi. Chunki sug'urta kerak. Sug'urta bo'lgan taqdiringda ham yana boshqa masalan kasalliklarni davolash qimmatga tushadi-da. Mana 5 yil ichida davolab olinglar, undan keyin agar bizda ham shunaqa bo'lib ketib qolsa qimmat bo'ladi. Undan tish doktorlarida ham gaplashuvdik-ku. Kasal bo'lsang hozir bo'ldi-da. Sug'urta faqat juda bundan basic narsalarni qilib beradi. Tishni qo'ydirish, almashtirish, bir narsalar plombalar, 4 ta 5 ta tishni bitta davolab tashlash, u vash normalniy pul bo'ladi masalan chet davlatda. Germaniyada ham shunaqa. Germaniya haqida video ko'p ko'raman dedingiz. Aptekaga kirib, bu dorini ola olmaysan masalan, bermaydi. Nima kerak edi? Nimaga ham biz bo'lmasa o'zimiz bilan boshqa dorilar olib ketganmiz-da. Ola olmaysiz-da u yoqdan. Bermaydi. Dori ola olmaysiz, lekin ha, endi u nima deysan? U davlat anaqasida emas-da, u mafiya bo'libdi, har narsa bu. Endi zato davlat uchun nima u turistik oqimni oshirish. Normalniy oshiradi-ku. Talon tatmay xullas.
hozirchalik anaqa yomon niyat qilmay turinglar. Misriga ketamiz. Xullas keyin humans bilan nimadirlar bo'lyapti. Anaqa narsa. Humansda ilovasiga odamlar karta ochgan, viza karta qo'shib beradi. Sim karta olsangiz, o'sha viza kartasida pul turardi. O'sha pullar taq yo'qolishni boshlagan. Bo'linib pul yechilganda SMS kelyapti. Ham mana LTD Humansda pul yechildi. 6 million, 3 million, 7 million, 8 million bir xillan kartasida 20 millionlab yechgan. Keyin endi shunaqa narsa bo'lib ketdi. Bizlarga ham tinmay botga shu kuni xabar keldi. Bizlar ham yozdik. Keyin ertasi kuni Markaziy bank munosabat beryapti-da. Humans bilan ichida shu endi Humans nimada? Как бы ekosistema bitta. U na bank, na bir to'lov tashkiloti, aloqa operatori. Qanday karta ochish huquqiga ega bo'lgan unda? O'shani birlashtirgan servisni, hamma servisni birlashtirgan tepa-tov ekosistema qilgan. Endi ruxsat olingan, masalan, uni to'lov tizimi, to'lov qilib beradigan narsasi Markaziy bankka bo'ysunadi, aloqa operatori bu yoqqa qaraydi. Mana shunaqa bo'linib ketganda. Keyin endi o'sha pulni P2P xizmatini qilib beradigan narsasi Octogram degan tashkilotga ekan, Paylow nomi, brendi. Paylow, Octogram MCZ nomi. O'sha Octogramda ayblaganda, Octogramda Markaziy bank ishlashni to'xtatib tashlagan keyin. Shu pul o'g'irlangani uchun. Octogram Humans keyin munosabat beryapti-da, bizlar hech qanaqa aloqamiz yo'q. Octogramda problema bo'lgan, shuning uchun Octogram bilan bog'liq bizlar APIlarimizdan kirib, o'sha APIlar bilan firibgarlar kirib, zlomishlennik deyapti endi. Kirib pul yechib ketgan deyapti Humans Octogram deyapti. Octogram munosabat beryapti-da, bizda Humans bilan 8-dekabr kuni dogovorimiz tugagan. Problema Humansda bizda boshqalarga ham xizmat ko'rsatamiz, boshqalar bilan hech qanaqa problema bo'lgan yo'q. Agar bizda muammo bo'lganda boshqa servislarimizdan ham pul yechilishi kerak deyapti. Ya'ni tipa dogovor tugagan kuni bo'lyapti-da shu narsa, to'g'rimi? Dogovor tugagandan keyin bo'lyapti. Taxminan shunaqa. O'sha vaqtlarga to'g'ri kelganda. Bugun 12 mi? 3 kun oldin mana shunaqa bo'lyapti. Ot qiziq endi. Pulni kim qoplab beradi deb tafiq odam so'rayapti. Botdan ham boshqa joyda ham, Instagramda ham hamma joyda javob yo'q. Men ham bilmayman to'g'risi. Milliardlarda ular. O katta summa ichirgan yo'qda. Oddiy bir 100 so'mdan olsa ham qancha summa bo'lib ketadi har bitta foydalanuvchidan. Milliondan oshgandir, chunki Humansda 5% tashxis bo'ladi. Shunisiga qiziqib ham odamlar ochavergan. Bizneslar korporativ karta qilib tashlaganmiz. Ya endi viza kartada ularga viza karta bo'lgan, endi hamma ham viza ishlatmaydi. Lekin bir xil hali ham pulni saqlab yurgan ekan. Ko'p emas. Lekin baribir borda yaxshi normalligina summa yechilgan o'tda, 20 million pul yechilganda aniq. Bitta bir xil odamlarnikidan-da. U yomon, bu juda ham yomon. Shuning uchun endi ilovaga to'g'ri karta olayotganda sal qarab tekshirish kerak. Qanaqa ilova o'zi. To'xta, u viza kartani o'zidan olgan. Masalan, ilovaga aytganingdek, men masalan, SKPNM kartasini ulab qo'yishim mumkin-ku. Именно Humans'ga yechilgan. Именно Humans. Endi Humans'da masalan Octogramga aytib to'nkashi menga klient sifatida qarasam, menga qiziq yo'q u. Octogrammi, Paylowmi, bir narsami, UPaymi, men taniyman ular. Men Humans bilan dogovor tuzganman. Men kartamdagi narsani ular qilish kerak. Lekin ularda endi qil desang, masalan Octobank bilan sudda o'tkazgan, Humans bankrot deb e'lon qilingan ekan oktyabrda o'zi. U xabar Octobank короче men Humans bankrot deb chiqdi-yu. Bir xil kimdir yozganda, men o'sha sud qarorini ko'rganman-da. O'zim chiqarganman va men ham Octobank sudda yutganini va 500 milliard so'm undirilishiga urg'u berganman-da. Xayolim ketgan, u Octobank yutibdi, men ikkita biznes sudiga qarab ketib qolganda Humans bankrot deb e'lon qilinganiga yo'q qaramaganman, shu payt nimadir o'tkazib o'rgan ekanman xullas. O'sha kuni sochimni yulib tashladim. Nimaga qaramadim deb. Xullas bankrot deb e'lon qilingan ekan, lekin faoliyati to'xtatilmasdan turib tugatiladi tepa-to'g'ri. Hozircha ishlab turadi, keyin sekin tugatiladi. Deyilgan Humansdan ham, Octobankdan 500 milliard bor, Azalans bankdan 3 million dollarmi shunaqa qarzi bor deyilgan. Ular ham sudga bergan. Yutdimi, yemay, xullas Humans nimaga bunaqa zo'r boshlovdi. Shu paytda Hamma joydan narsa ochib tashladi. Payda biznes ideyasi bor-ku. Genial. Uzunligiga o'xshardi-yu, sal boshqacharoq yo'litdi. Yo, uzun emas, bu как fintech narsa, ham aloqa operatori, ham karta, ham pul to'lanib ekosistema qilsa, masalan, genial. Hamma o'tib ketdi, chunki
nimani ham internet paketni ham arzon sotganda qanchadir to'laysiz, mana shu narsani tekin ishlatib Ya, Humans ishlashni boshlagan payti, o'sha eng gullagayotgan payti, masalan, men eshitganman, mana bu boshqa to'lov ilovalari bor-ku, nomini aytdimmi? Shular o'tirib, masalan, siqilib ham qolgan deyishardi. Chunki hamma Humans ketibdi. Bozorimiz Tochkalari hamma joyda. ketdi-yu, bozorimiz deb sal siqilib ham qolgan deydi-da. No, dars olib ketolmadi endi. Bu yerda boshqa narsalar ham bor. Gumonlarim bor, uni videoda ayta olmayman. Gumon imondan ayiradi. Gumon imondan ayiradi. Hammaga rahmat. Bu hafta hozircha Shular. Lekin Humans esa juda qiziq. kuzatamiz. Fikrlarni Ehtiyot yozinglar. bo'linglar, sog'lig'inglarni asranglar. Da. Secret Santa o'ynaylar. Da. Yangi yil yaqin.